Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, podpисчиklarimiz. Navbatdagi ishimizni ham topshirdik, xudo xolasa. Darvoza hamda kazirogimizni olib kelib ustanovka qilib berdik. Skromniy high-tech uslubida bo'lgan darvoza hamda kazirogimiz. Ushbu darvozaning birinchi o'rtarak ushbu dizaynimiz juda skromniy, ko'pchilikka ma'qul bo'ladigan dizaynda bo'lgan 2 qavatli 3 litli darvozamiz. Shumkali deydi, ko'pchilik tushunadi. Yondoqlarni shivellerli qilib 1.8 dan dizayn qilib tayyorlab berganmiz. Bu darvozamizning narxi 1.600.000 so'mdan ustanovkalar ichida olib borib ustanovka qilib beramiz. 12 viloyat bo'ylab. Qo'shni davlatlarga kelishuv asosida Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda faolmiz. Telegram, WhatsApp barchasida aloqadamiz 24 soat. Kazirogimizni ham tushuntirib o'taylik. Kazirogimiz ko'rib turganingizda bu ham high-tech uslubda skromniy variantda, mana tepalariga lekslarni qo'ydirganmiz. Ushbu kazirogimizning dizayni ham bir ajoyib, ochiqcha hashamati yo'q. Darvozaga hamda xonadonimizga juda yarashib tushgan. Bu kazirogimizni kvadrat metrini 800.000 so'mdan ustanovka qilib beramiz. Foni full variantda, metallarni ham qalindan baquvvatdan ishlatib berilgan. Shu premium segmentdagi darvozamiz eniga 3.5 metr, bo'yiga 3 metr, 17 million so'mga kelib o'rnayapti. Kazirogimiz esa 10 million so'mga kelib o'rnayapti. Darvoza bilan birgalikda ikkovini 27 million so'mga ustanovka qilib berdik. Hamlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, nima savollar bo'lsa so'rashingiz mumkin. Niyatda qurgan xonadonlaringizga shunisi singari chiroyli darvoza kaziroglarni qo'yish nasib qilsin.